Salam Kucha şeherdeki barcha izlemiş otalar internet güzel bo'lsin. Bugun yana Kucha shahriniki yana bir do'kon o'rnida bo'lib ketgan bo'g'ayda ham bugun. Dongwen dapanchi xansın yenmez. Dönkatan bazar. Ayzi qilibdan mağdara Dongwen dapanchi xansız men nima qilmayani? Do'nkatan bazari. Do'nkatan bazardan. Do'nkatan bazar Kucha Do'nkatan bazar shundaymi? Dapanchi xonning biqindagi bir do'konga 100 xalt supini yana tushagan bo'ldik. Davomli bunda Kuchaning har qaysi shaharlardan vakalachi bo'lsam bo'ldi, do'konimga satsam bo'ldi, bir kun, ikki kun qilsam bo'ldi deydigan bo'lib qolsang, bizning shu qarji akamizdan aloqalashsam bo'ladi. Supinimizning birinchi alayligi bo'lib qolsa, yana desak yana shu gap, sovuq suvda to'liq erishchalik ega. Ikkinchidan kir chiqarish o'limi anayd yaxshi. Uchinchidan kiyim-kechaklarni dezinfeksiya qilish alayligi ega. To'rtinchidan nima degan baho jihatdan har qanday supinlardan farqlanadi. Supini ishlatib navbat kerak biz degandek chiqmay qolib qolsa, qarji akamdan gadangil urib etib egisiman. Birga uni to'laymiz. Çünkü nimishqa biz haqiqiy ishonchli qilib, ravrus qilib turib, ishlab chiqardik. Xalq bizni qo'llag'anlik uchun, xalq bizni bunaqa javob narsani sunmaydi debchi. Buningdan davomli Kuchaning har qaysi noyisharlikka vakolachilar bo'lsam bo'ldi deb, yezbazaq olib satsam bo'ldi, pul topsam bo'ldi deydi qilib qolsin. Qarjani aloqasan, Qarjaning telefon nomeri undizarni bor. Aloqalash telefon numaram 181 96 85 64 44. Ama Dönkatan bazardaki ama supun sajit markalık supun ihtiyacı var. Telefon numaram defası. Do'nkatan bazardagi sajid markalık supon ihtiyacı var qarindoshlarım. Aqtirek 3 yillik do'konga kelsanlar bo'ldi. Telefon nomer 152 92 33 44 51. Sizlarning do'kondan chiqib boshqa do'konga satsam bo'laveradi shunday. Bo'ldi. Top taqdim demak, o'zaro manfaatlansak bo'ldi. Bizim çünkü bahane bir yuqori qo'yamidik. Nimishqa mush atrofimizdagilar o'zaro bir manfaatlanishib, az bo'lsin deb bilishib qashlayli deblar. Bahane eng tuvan darajada. Faqat basi 22 koy 9 mo. Bir koy ortiq sotqa har qanday bir do'kondarni tepib qolsang, menga telefon qilsang bo'ldi, bir qop supa bilan mukofotlayman. Unda olsa, haqsiz yurganlarni esitib, atrofimizga yaxshi niyat kishilarniki davomli foydalanib qilish uchun Fishan dezaq taqdim unutmang kerak san kirishalik qo'sh.